Assalomu alaykum. Ekran oldidagi kompyuter programmasi o'rganishga bel bog'lagan havaskorlar. Men oldingi kunda United Coder shirkatining nomida Turkiya ham Yevropadagi 6 oy o'rganib $100,000 kompyuter ishini tepishga bel bog'laganlarga xush xabar degan uqtirishni chiqargandan keyin dunyoning har qaysi joylaridan 100 dan ortiq qarindoshlar men bilan aloqalashib nurg'ulagan savollarni so'radi. Men har bir o'quvchining savoliga ayrim javob berib bo'lmag'achqa, shu savolni biroqla yig'ib, mushu sin orqali javob berishni to'g'ri topdim. Bu o'qitishning asos mazmuni Turkiya ham Yevropadagi Uyg'ur qarindoshlarning kompyuter o'rganish qizg'inligi tufaylidan ulardagi iqtisodiy qiyinchilikni ko'zda tutib, shirkatimiz o'qish pulini $600 qilib bekitdi. Her ayda $50 bir yil to'lashga bo'ladi. Tafsilotini bilmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi WhatsApp nomerini qo'shib aloqalashing. 1 410 910 28 85. Ma birning o'zi Amerikaniki telefon rayon nomeri. Undaq bo'lsa, tuvanda savollarga bir-birlab javobni tunishtiray. Bu programma qaysi shirkatning tarbiyalash programmasi? Bu shirkat 2012-yili Dolqun Tursun Tarim tarafidan Amerikada qurilgan Selenium Master shirkati bo'lib, yumshoq detal loyihalash ham yumshoq detal sutini tekshirishni avtomatlashtirish, injenerlarni tarbiyalash, ishqorlashtirish mulozimati bilan shug'ullandi. Amerika ham Kanadadagi ingliz tilini asos qildigan o'quvchilarga mulozimat qilib kelgan. Shirkatning kelgusi taraqqiyotini ilgari surish, ko'plab projekt elish ham shirkatning mulozimat doirasini kengaytirish uchun shirkatning bundan keyingi tarbiyalash programmasini United Coder degan nomda olib boramiz. Demak, bizniki 7 yildan ortiq yumshoq detal loyihalash, o'quvchilarni tarbiyalab ishqorlashtirish tajribamiz bor. Bundaq bo'lsa, tuvanda shu ikki shirkatning to'g'ri adresini sizga ko'rsatib qo'yay. Bu United Coder shirkatiningki to'g'ri adresi. Siz to'rbat ochgandan keyin www.unitedcoder.com deb bossangiz, shu shirkatningki to'g'ri betiga chiqasiz. Bu shirkatda biz yumshoq detal loyihagan proyektini ishlash, ham o'quvchilarni tarbiyalash, xizmat o'rlashtirish, ham bolalarga kodiyasini o'rgatadigan mulozimatni olib boramiz. Agar burunqi shirkatnikini ko'rib qaydasangiz, www.seleniummaster.com deb chiqsangiz, burunqi shirkatniki to'rbetiga chiqasiz. Shu bizningki 2012 dan 2019 yilining boshigacha olib borgan barliq mulozimat. Bu shirkatmi bu? Biz United Coder'ningki nomida tarbiyalash olib boramiz, lekin Selenium Master shirkatimizning nomida projekt ishlaysiz. Chunki biz Selenium Master shirkatining nomida nurg'ulg'an shirkatlar bilan aloqalashib projekt olgan. Yana bir savol. Nima uchun Turkiya ham Yevropadagi o'quvchilar uchun bahoda Allohga e'tibor qildinglar? Yaqinqi 2 yildan buyon Turkiya ham Yevropadagi Uyg'ur o'quvchilarning o'rganish qiziqligi yuqori bo'lish, lekin iqtisodiy ham xizmat tepish qiyinchilik tufaylidan o'rganilmaslik masalasini hal qilish uchun bahoda e'tibor berdik. Biz Amerikadagi ham Kanadadagi o'qigan bolalarga xizmat tepishiga bevosita yetash qilolmaymiz. Chunki ikki davlatningki xizmat tepish usuli, nurg'un tuzumimiz o'xshaydi. Turkiya ham boshqa yerdagi o'quvchilarniki o'qish ishiga yaqindan yetakchilik qilgan bilan, lekin xizmat ishiga biz Amerikadagi o'quvchilarga qaraganda ko'p vaqt ajratib bo'lmasimiz mumkin. Yana birisi, biz boshqa davlatningki xizmat tepish jarayonidagi bu xil
qoida tuzum qanday bo'ldi buni uqmaymiz. Shunlashqa biz Turkiya ham Yevropadagi Uyg'ur o'quvchilarga shu o'qish pulini to'latib, ularniki texnik servisini yuqori ko'tarib qo'ysak, xizmat tepishiga jiq yordam bo'ldi deb o'yladik. Shunlashqa shu o'qish pulda e'tibor qildik. Bu programmaga ingliz tili talab qilinadi. Buningki qisqacha abi ingliz tili talab qilindi. Chunki darslik ingliz tilida o'tildi. Sinfda Amerika ham Kanadadagi ingliz tilini o'rtaq ishlatadigan o'qishlar ko'p. Uning ustiga program yozish uchun ingliz tilidan savodingiz bo'lishi kerak. Sinfdagi darslik to'rda bevosita bo'lg'achqa ingliz tili sinfdagi asosli o'qitish tili hisoblanadi. Bu programmada qanday dars o'tildi? Bizningki bu programmada sizga ko'p o'tilgan mazmunniki asos qismi shunga chiqarib qo'ydim. Bu SDLC degan Software Development Life Cycle, ya'ni yumshoq detal loyihalashniki qadam bosqichlari. STLC degan Software Testing Life Cycle, yumshoq detalning sifatini tekshirishni niki felsefasi. Manual testing, HTML, CSS, JavaScript, SQL database, Java coding, Selenium test automation, Jira, Bitbucket, Jenkins o'tamiz. Bunun tafsilotini nereden ko'rman desiniz? Siz shu unitedcode.com chiqqandan keyin yoki in class training and job placement bassangiz, aslida STET training and job placement bor. Buni ochgandan keyin bu yoqdan andin training program content açsangiz, mushuning ichida butun mazmunlar bor. O'tgan mazmun intayin jiq. Asosli kompyuter asos bilimlaridan tortib toki eng oqisda mukammal bo'lgan bir framework loyihasigacha mazmun bor. Shunga darsniki umumiy saati 296 soat ders bo'ladi. Siz universitetda 4 mavsum kompyuter o'qigan bilan barobar. Shunga darsniki tafsilotini unitedcoder.com dan ko'ring yoki unitedcoderschool.com. Siz unitedcoderschool.com da topshiriq ishlaysiz, proje ishlaysiz. Bunga https www.unitedcoderschool.com orqali mushunga chiqsangiz, mushunda bütün o'rganilgan darsning asosiy mazmunlari bor. Darsniki bütün mazmunni oldindan tayyorlab qo'ygan. Mushu torbatda siz har haftada topshiriq ishlaysiz, savol javob berasiz, proje ishlaysiz. Shunga universitetda o'qigandek shu muhit bo'yicha siz ne tarbiyalash olib boramiz. Ders qachon boshlanib, qachon oxirlashadi? Darslik 2019-yili 8-oyning 17-kuni boshlandi. Ondan 8-oyning 10-kuni Amerika Washington vaqti tushdan burun soat 10 dan 13gacha dars mazmuni tunishtirish olib boramiz. Umumiy ders vaqti 2019-yil 8-oyning 17-kunidan 2020-yil 2-oyning 22-kunigacha. Jami 6 oy. Darsning vaqti qanday bo'ldi deganda, har shanba Amerika vaqti, ya'ni Amerikaniki New York yoki Washington DC vaqti soat 9 dan 4gacha shanba bir kun. Har seshanba kech 7 dan 9gacha. Har payshanba kech 7 dan 9gacha. Bu yoqda men Amerika vaqti ham Istanbul vaqtini tizib qo'ydim. Amerikada 9 dan 9 bo'lganda, Istanbulda 3-4 dan soat 11gacha bo'ladi ekan. Payshanba kuni kech Amerikada 7 dan 9ga bo'lganda, Istanbulda kech soat 2 dan 4gacha bo'ladi ekan. Payshanba mu 7 dan 9gacha kechda. İstanbul vaqti 2 dan 4gacha bo'ladi ekan. Endi bu kechulab dedi ekan.
Şunlaşqa bu dərsga qatnaşamaganlar naq meydan dərsini video alamiz sınığa. Şuni to'g'ri qo'ygandan keyin o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Endi o'rganishga bel bog'lagan bo'lsangiz, shu o'zingizning vaqtni shunga to'g'rilasangiz bo'ladi. Bu yoqda vaqtni chiqarib qo'ydim. Ertagan soat 9, Istanbul tushgan 4 bo'ladi ekan. Kech soat 7 bo'lganda Istanbulda 2 bo'ladi ekan. Hamda sinfda o'tilgan darsni naq maydonda sinig'a ilib to'g'ri qo'yamiz. Agar darslikka bu darlikka biz qo'yibdi. Darslikka qatnasha olmasangiz, sizni keyin ko'rib mashq qilsangiz bo'ldi. Darslikka qandoq tizimlatamiz? Darslikka tizimlatish uchun siz unitedcoder.com ni ochib, unitedcoder.com ga chiqqandan keyin bu yerga in-class training ham job placement degan tizimni olsangiz, ostida STAT training and job placement bor. Ulanish. Shuni bosgandan keyin siz bu yerga register tizimlataman deganni bossangiz bo'ldi. Bu şirketning o'rni mana bu yerda ko'rib turibsiz. 8950 Route 108 Suite 219 Columbia Maryland 21045 bu register mana bossangiz. Bu yerga first name, last name, adresingizni, shaharni, zip kodni, telefon nomerini, e-mailini qoldirib qo'ysangiz, qolgan uchurlarni Ondan bildiren mazmunlarni qo'ysangiz, qolgan uchurlarni men keyin sizdan ayrim elib olsam bo'ldi. Shunga bunga tizimlatish nihoyat oson. Yana bir tushgan savol, Turkiya ham Yevropadagi davlatlarga muolim avatamizlar. Biz Turkiya ham Yevropadagi davlatlarga muolim avatmaymiz. Buning asosli sababi Türkiye mi Avrupa'daki o'quvchilarniki qanchalik o'quvchilar qatnashdi buni bilmaymiz. İkincisi bu her ayda 50 dollar pulni o'quvchini olsak, biz bu o'qituvchiga yeterlik maaş beremeymiz. Demakki, o'quvchilardan chiqqan bu iqtisod o'qituvchiniki yotoq, tomoq, aylık iş haqqı, o'qitish haqqı bunun chiqishmaydi. Shunlashqa Amerikadagi sinfda o'tilgan darsning naq maydonni konferens shaklida ulab beramiz. Iroqlik o'quvchilar to'g'rida naq maydon darsiga qatnashadi. Turkiya ham Yevropadagi shaharlarning vaqti bilan Amerika vaqti birdek emas. Dars vaqtini tengshamsizlar. Yo'q, biz dars vaqtini tengshmaymiz. Türkiye hem Avrupa'daki hem başka davlatdagi o'quvchilar vaqtni o'zi tengshab darsga qatnashishi kerak. Program tuganda kinishka yoki sertifikat beramizlar. Darsga qatnashgan o'quvchilar program tugatgandan keyin United Coder nomida programni tugatdi degan sertifikatni chiqarib beramiz. O'quvchilar Java programmasini o'rganib bo'lgandan keyin Oracle şirketiniki imtihaniga qatnashib sertifikat olsa bo'ladi. Men tuvanda shuni ko'rsatib qo'yay. Siz Google ga chiqib Java certification deb bossangiz yoki Java certification pass deb turdi. Java'niki xilma-xil certification bor. Mesela Oracle Certified Associate deydi. Bunu OCA deyimiz. İkincisi Oracle Certified Professional. Bunu OCP deyimiz. Bu sertifikasını siz Oracle şirketiniki torbetiga chiqib, şu şirketiniki torbetida o'zingiz ko'rsangiz bo'ldi. Bizningki Java darsimizni tugatgandan keyin siz bu sertifikasiyondan qatnashsangiz cho'qim ish bo'lmaganda Oracle Certified Associate OCA imtihondan o'talaysiz. Shuningdek, mana bir kinishka olsangiz, bu kinishkani butun dunyo e'tirof qildi. Chunki Oracle shirkatiniki shu kinishkisiniki roli Google,
Microsoft şirketininkidek dünyada bütün devletler e'tirof qiladi. Biz sizga bizniki şirketniki programmasini tugatdi degan sertifikatni chiqarib beramiz. O'qish pulini qanday to'laymiz? O'qish pulini bank orqali yoki Western Union orqali avatish bo'ladi. Tafsilotni darsga xizmat qilganlarga avatamiz. İngliz tilini faqat bilmaganlar qanday qilsak bo'ldi? Mendan mushu bak jeq so'ragan savolning birisi ingliz tilini bilmaganlar o'qisak nima ish bo'lmaydi deydi. İngliz tilini bilmaganlar o'qisang bo'ladi. Lekin bizningki sinfdagining o'rni Amerikada, sinfda Amerikalik, Kanadalik o'quvchilar bor. Uning ustiga oldingi 7 yilda biz bütün dersini İngilizce o'tib keldik. Bu qatimki bu Uyg'urlar bilan kengaytishimiz Uyg'ur o'quvchilarniki talabi yuqori ham xizmat tepishga qartilgan tarbiyash bo'lgandan keyin agar ingliz tilini bilmasangiz birisi program o'rganmak sal qiyin, ikkinchisi ish topmoqmi sal qiyin to'xtaydi. Balkim Turkiya, Yevropa tarafida ingliz tiliga talab bo'lmasligi mumkin. Shu davlatniki davlat tiliga talab qo'yish mumkin, lekin bütün kodni o'rganish jarayonida nurg'unlagan ingliz tiliga oid hukmlarni siz o'rganishingiz kerak. Shunlashqa agar ingliz tilini faqat bilmasangiz, avval ingliz tilini o'rgangach, Uyg'ur maktabdagi haqsiz ham haqliq darsini ko'rib, ondan bizning bu programma qatnashsangiz bo'ldi. Buning uchun uyg'urschool.com ga chiqib, shu darsni ko'rib baqing. Men tuanda ochib ko'rsatib qo'yay. Mayaqdan www.uyg'urschool.com Mushu torbatga chiqsangiz, mana hozirgi torbatda bu kompyuter asos bilimlari, bu ham inglizcha uyg'urcha degan bu bitta yaxshi chiqarib qo'ydim. Ondan Java programmaniki complete version, mukammal nusxasini buni bu hem İngilizce, Uyg'urcha, buni faqat shu torbatniki yillik chiqimini qamdasin deb $20 bekitib qo'ydim. Ondan Javaga oid shu zodi Java degan nima ekan, shuni bilib boqay desangiz, Java basic programmaniki bu maqsadga qo'ydim. Siz shu torbatga chiqib, bu yoqdan tizimlatish deb tizimlatiblar. Bu yoq ismingizni Elxat alırsanız ne? Məxfi birini kirgizib tizimlataman desiniz. Sistemaga tizimlatsiz, ondan tizimlatgandan keyin bu ders ikki haqsiz darsga o'zingiz kirsangiz bo'ldi. Agar siz kompyuter o'rganishga bal olgan bo'lsangiz, men sizningki bu kompyuter asos bilimlariga haqsiz dars bilan $20 Java darsiga to'liq ko'rishingizni tavsiya qilaman. Çünkü bu $20 nayeti az pul. Siz mushu orqali program degan mundaq pul ekan. Men oldi bilan jiq pul to'lab program o'rganguncha, bu az pul to'lab mashundan o'rganib boqay deb o'zingizni bir dangsab ko'ring. Shunda qilib bugungi bu sin orqali shu ko'p so'ralgan savollarga javob berdim. Men shu o'quvchilarniki kallasidagi bo'lgan chigish bo'lgan shu savollarning hammasiga javob berdim deb qarayman. Agar boshqa yana savolingiz bo'lib qolsa, shu WhatsApp nomerini qo'shib olib 410 910 yoki 28 85 orqali men bilan aloqa qilsangiz bo'ladi. Vaqtni cheklik, bir oy vaqt qoldi. 8 dars boshlaymiz. Agar o'qish irodangiz bo'lsa, hozirla tizimlating. Tizimlatish nəhayət asan. Torbatni açacağız. Açqandan keyin bu yoqdan www.unitedcoder.com ga chiqib, bu in-class training and job placement açqandan keyin STT training job placement ulanishni ochib, bu yerdan register qilsangiz bo'ladi. Ondan sizga bir elxat bor edi, menga bir elxat keldi. Men ondan siz bilan aloqalashaman. Hamsa ekran oldidagi shu sinni qiziqlik bilan ko'rgan qarindoshlarga ko'p rahmat. Agar boshqa so'ragan savolingiz bo'lib qolsa,
yana aloqalashamiz.